Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Anaqa mana fermerlarni teraylarini uch qanog'i jonimizga tegdi. Mana bitta o'g'il tilab olganman ikkita qizdan keyin. Bu allergik enikiga. Eski chiqolmay o'tiribmiz necha kundan beri. Ertalab o'tib ketaturdi, o'g'liga gapirsam qilib ekan, taniysiz-a? Ha. Gapirsam, teraki gapiringchi deydi. Meni erman qildim deb qildim. Ekologiyaga telefon qildim. Ekologiyaga telefon qilsam, uchastkovoy bilan rayon hal qiladi dedi. Bir yordam bering. Aynan, uchastkovoy hal qiladi unaqa o'chayotgan narsalarni. Hozir yangi qonunlarimiz chiqyapti, xudo xolasa teraga kesish bo'yicha. Uchastkovoylarni hammasini shunaqa uchayotgan teralarga biriktiryapti hozir. Har bir uchastkovoyga 8 ta tera beryapti. Chekkalar yurishadigan bo'lyapti. Uchastkovoyga o'rtacha 8 ta